Şu Word 2010 bo'lsin yoki ishqilib Microsoft'niki 2010 nusxadagi yumshoq detallarda asosan ma ustida, ya'ni buningki tizimlik ya'ni bosh tizimligi shu Wingen degan ish bo'ldi. Bu Wingen degan ishda navbatki biz ishlagan hujjatni saqlash, boshqa saqlash, mana shundan bilmaydiganlar bormi? Masalan, ma'lum bir hujjatni saqlash, buni bossangiz mana ism yozsam, mana xala o'rin ko'rsatib, masalan, depan yoki epan yoki efan xalam bir rayon ko'rsatib bersam, ismni boshqacha o'zini yozib bosib bersangiz saqlanadi. Shunaqa. Lekin bu yerda yana bir narsa bor. Hujjatga maxfiyni qulflab saqlash. Hujjatni qo'shib ochgan vaqtda maxfiyni soldirgan. Mushu saqlash bu o'zi saqlagan vaqt chiqadi. Masalan, biz mavjudni saqlamagan. Buni nima bosini bosdik, ha? Hamda bu F2 mayaga Intel maktubini qo'shib xabar degan ismda saqlandimi? Yozildimi? Saqlanmadi, yozildi. Hamda biz buni maxfiyni soldi. Mushu hujjatni qo'shib ochgan vaqtda maxfiyni solgan qilib maxfiyni soldi. Bu yerdan bu gongju degan boshqandan keyin buni o'ttirdiki, Shanggu Shangshang, ya'ni doimiy nuqtalash. Buni bosamiz. Buni qayerga bo'lsangiz, mana nima deydi? Hujjat ochgan vaqtga maxfiyni shunaqa. Bu yerga maxfiyni soldik. Masalan, 1 2 3 1 2 3. Boshsin 2 ni yoz. Boshsin 3 ni bosdim, ha? Şuradan bastım. Yine çok kızım nüansalımı çok kızım okşaş oldu. Şunuz mu? Hani bu hüccatni ben F2'ga maşaya saklay. Özünü asıl hüccet boyunca. Hem de yeni bir narsa ma saqlashtirib qarang. Ne deydi? Ma saqlashtirib qarang. Saqlashtirib. Word 97 2013. Demek bu do şekilde. Hozir bizning shaklimiz qaysi? Word'ning 2013 naqa? Word'ning 2010 nusxasi. 2010 nusxasini foydalanib siz 2000 Word'niki 2003 nusxasi ochiladigan shaklda saqlay olasiz. Agarda bu ya shu Word Windows shaklida bo'lib qolsa, ya'ni doc X ga bo'lib qolsa, buni 2003 ocholmaydi. Cho'qim mo'sh emas, ma Windows shaklida. Word 97 2003 Windows degan shaklda nima doc shaklda saqlaymiz. Tushundingizmi? Mana shaklda saqlasangiz 2003 mi, 2007 mi, 2010 mi, 2013 mi hammasi ochilaydi. Tushunish bo'ladimi? Yana hammasida mushkil shaklda saqlab ishlatsan bo'ladi. Demak, o'rtaq ishlata olasiz. Xo'sh, buniga biz maxfiyni soldikmi? Saldo. Sil sepotmiz, ha? Bosini bosdiqmi? F-ga, F2ga. Yani bunu itirattık. Endi biz F2'ga kirib boqaylik. Buning ichidan bizning saqlagan hujjatimiz. Mana Intel maktabi, ha? Mana qo'shib ochdik. Ochgandan keyin maxfiyni sordik-ku. Xato qilsa, ishlamaydi mana. Tushunish bo'ldimi? Xo'sh. Andan keyin biz bu hujjatni bir xil saqlab bo'ldikmi? Intel maktabi degan nomda. Buni o'zgartirdik, masalan, mazmun o'zgartirdik. O'zgartgandan keyin buni bevosita mana ustiga bilan saqlash knopkasini yoki mana Windows'dagi bosini bevosita besversak, mushu navbatdagi Intel maktabiga hujjatni o'zi solib beradi. Shuning uchun buni hamda mushu o'zi bevosita saqlaymasak, mushu hujjatni o'zi saqlasak bo'ladi. Agarda asli hujjatni qilib qolsin, yana bir nusxa ko'paytirib saqlayman desak, mana Linux'ni biz saqlaymiz. Buni bosgandan keyin mana boshqacha ism qo'ygan eshitdim, men ismini o'zgartirib bu yangi hujjatlarga yozib qo'ydim. Buni turini tanlab qarayanda, mana turida qilganlar. Endi bosini besitay. Hozir mana mima bormi yo'qmi hujjatda? Mima yo'q. Ish baqayman. Mana Gongjudiki, mana Shanggu Shangshang bosgandan keyin qanaqki? Mima bor ekan. Buni tozaladim shunaqa. Endi cho'dan bosdim. Endi mima yo'q. F2ga yana bu yangi hujjat degan
Sında saqladım. Saqlagandan keyin ma üstü qalsın bu yangi hujjat ma qilib qoldi. Bundan ma'nosi qo'shilgan. Andan keyin bu yangi hujjat degan mushuga. Andan keyin asli hujjat mana ma bu. Buningda ma'arliqda mazmun yo'qdi. Mazmun mana yo'q shunaqa. Tushunish bo'ldimi? Tushunishib bo'ldi. Xo'sh. Endi keyingisi Bakay, ya'ni mushu Word hujjatni biz saqlab qo'ygan hujjatni echib berish. Tushunish bo'ldimi? Buni bosgandan keyin Word hujjatni ochtirgan ko'zdan chiqadi. Buning ichidan o'zimiz kompyuterimiz bor bo'lgan, masalan, kompyuterimiz bor bo'lgan xohlagan hujjatni tanlab bakayni bossak, mush Wordning o'zida echib bo'ldi. Tushunish bo'ldimi? Xo'sh. Yana Wenjan silmidan aslanqi Gwenbe navbatga mushu ejdigan hujjatni taqib etish. Taqaldimi? Ya'ni etib etish, Manda chiginsin bo'ladi yoki ma Gwenbe bizasinmi navbatga birdan hujjatni o'zi hozir o'rtacha 2 soat olmaydi. Mush navbatda ejdigan birdan hujjatni o'zi etil ya'ni chigindi. Tushunish bo'ldimi? Ana nima unutilib qolsangiz, mana shu Wordniki, ya'ni shu Office'niki muddakiy qavatini ochgan vaqtda so'zgan mimosini buzgan o'rinchalar bor, yumshoqlar bor. Lekin eng yaxshisi mimos solmagan, mimos solgan o'rinda buni ma Word hujjatingizni general shaklda yo'so qilib, ya'ni preslab shu general shaklga pres hujjatga mimos qo'ysangiz o'tsak bexatarroq. Tushunish bo'ldimi? Ofisning mimosini yechgan o'rincha mendan bor. Ya Anas. Bu yerda hamda mana shin ya'ni uchur. Navbatga intilmatiga hujjatning uchuri. Bu hujjatning cho'g'liqmanchilik 1 bat 43 tatbiqdan bo'lmashidan meni chiqdi. Ya'ni buning tayyorlangan vaqti 187 minut oldidamda tayyorlash vaqti 187 minut. Andan keyin mashalat menib tafsilimiz chiqdi. Mayda bavqu o'yinlarda bir narsa bor mayda, uchuring ichida. Buni biz qandan keyin bu yerdan bevosita hujjatimizni boshqalar o'zgartirmaydigan holatda tayyorlab bir taraf qilishga bo'ldi. Masalan, bundan birinchi tur ma hujjatni qayta qilib ishlatamiz. Biz yana asosiy tur bo'lgan shu nafrat mushni ishlatiladi. Bu bayatniki o'rin shu dakamima. Tushundingizmi? Undan keyingisi tayyorlash joyini o'qib berish. Masalan, buni bunchakaniki mana ko'zdan chiqdi, buni belgilab yo'q. Demak, bu yer jihon shakli o'zgartirish qatorli qismatlarni qilib bo'lmasin. Mayat nima deydi? Mushu ba'zi xizmatlarni qo'limisan, shuning bilan mana bosgandan keyin bavqu ijro bo'ldi. Bu yer mema solmaz, masalan 000 endi jo'nam eslatdik, yana ovsin qilyapti. Buni ham buni shu F-ning ichiga 0.97 deb qo'ydik, Buni endi qayta ochamiz. Shug'a buni qo'shib ochdik. Ochgandan keyin bu mima biz hujjatni solgan vaqtda bunun ichidagi chongi shonchangning ichidan ochgan vaqt solgan mima ochgan. Buniki boshini ustal. Bu ham bekor qilasin bo'laverdi. Lekin mana ikki hujjat qarang. Mana ikki hujjat qarang,
Mavcut qazı ma üst işlemdiki. Ma üst işlemdiki ma o. Mana işlemdiki. Şemerke. Demek bu bağ qilib ekan. Ma'lum hujjatni talab oldim. Ma'lum mezun talab olib, kun taqsin debnesi 3 ish bosdim. O'shmi shunday qo'y. To'g'ri samsam bo'lmaydi. To'g'ri samsam ishlamaydi mana. Endi nima ishlaydi? Tushundingizmi? Xo'sh, yana ma uchur qaraydigan bo'lsak, ma zima turlarni odatda biz ancha ishlatmaymiz. Andan keyin bu yerda yaqin ishlangan hujjatlar. Ya'ni zujin so'yong venjan. Buningga qarasak, ma yaqin ishlangan hujjatlar, yaqin ishlangan mundajlar chiqadi. Tushunish bo'ladimi? O'shaning uchun xohlagan o'zimiz tanlab ishlasak bo'ladi. Endi Shinjan, ya'ni yangidan hujjat qurish. Xohlagan shu Shinjanni qo'shib kelib, mana Shinjan yidiki, ma Kombay bilan qo'shsakmi, yangi qurish bo'ldi. Yoki bo'lmasa, ma aslidagi cho'ngan masak bo'ldi. Lekin siz ma boshqa turni talab qilib basmang yana. Bu turlarning bir-biriga o'xshamaydi. Tushundingizmi?